kun biz dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanamiz. Qishloqda bir kun. Qishloqda bir kun. Xo'p. Qog'ozlarim tayyor. Xullas birinchi men olaman. Keyin Anvar aka, keyin Faxriyor, oxiri Dildor. Rahmat. Xo'roz tutish. Endi bu yerdagilar xo'roz tutish bilan shug'ullanadi. Bo'pti, xo'roz tutamiz bugun. Endi men Voy. yer chopish. Yer chop. Voy Biz dedilar. mana buni qaraylik. Marhamat. Sigirsa. Dildorga sirli. Xullas biz boshladik. Короче, meni shartim keldi. Hozir çok tashsa, buni qarang, bo'yim bilan deb yotibdi. Amallab tutdim. 5 minut ham 10 minut yugurdim, lekin tutdim. Endi katta bo'lganiga, o'shqa xo'roz bo'lganiga sal o'ylandim, cho'qib olmasin deb. Amallab tutdim.